Assalomu hurmatli o'rtoqlar va obunachilar, Instagram va YouTube kanallarining obunachilarini diqqatiga shu video murojaatimni, ya'ni ba'zi bir o'zidan tadbirkor yoki bir oy qattandir tovarni olib yoki hali uni o'tida retseptlarni o'rgana olmasdan o'zicha aqllilik qilib, qanaqa gomus chiqarib yoki har xil narsalarni chiqarayotgan tadbirkorlarning diqqatiga. Hurmatli o'rtoqlar, agar siz bitta do'konga kirib qoldingiz, o'sha do'konda misol uchun mahsulotning narxini ko'rdingiz, arzonligini, "Okey, men sizga shunaqa ham arzon qilib beraman, bu olib kelayotgan odamdan ham arzon qilib beraman" deb u odam boshini ortib, mabodo mahsulotingizni o'tkazib olsangiz, bilingki, odam sizni mahsulotingizni sotmaydi. Agar o'zini, ya'ni rahbariga vafodor bo'lgan odam bo'lsa, u odam rahbariga chiqadi. Agar vafodor bo'lmagan bir o'ris tilida, ya'ni ko'chan tilida krisa deb ataladi. Agar unaqa odam bo'ladigan bo'lsa, rahbar bilib qolgandan keyin u do'konni yopib qo'yadi. U do'konni yopgandan keyin u xodim ishdan bo'shaladi. O'shanda qarabsizki, sizning mahsulotingiz, ya'ni minusga ketadi. Hurmatli o'rtoqlar, bu video murojaatimni shunaqa ba'zi bir o'zidan kimnidir yasab olgan odamlarga yuborib qo'yasizlar degan umiddaman. Rahmat sizlarga.